Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Mebel Obzor kanalining qadrli obunachilari, hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimizni boshladik. Qadrdonlar, kimga buyurtma asosida oshxona mebellar kerak bo'lsa, mana sizlarga chiroyli qilib hozir akam bilan obzor qilib beramiz. Video davomida material haqidagi ma'lumotlar, razmerlar, osha-moshalar, buyurtma asosida qildirsangiz joiz o'lchab, duxovka xolodilniklaringiz ichiga kirgizib, hamma ma'lumotlar to'liq, batafsil videodan olasizlar. Ma'lumot shu ekran tepasidagi nomerlar, Telegram, WhatsApplarimiz bor. Ishlayapti, so'rasanglar kataloglar ham tashlab beramiz. Feruz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Obunachilar, yaxshimisizlar? Charchashlar yo'qmi? Hormanglar endi. Salomat bo'linglar o'zinglar ham. Xo'p, do'stlar, bu hozir bozordagi tayyor vitrina mebellarimizdan sizlarga misol keltirib, narxlargacha aytib o'tamiz. Bundan boshqa obunachilarimiz uyiga o'rnatilgan videolarimiz kanalga o'tsanglar, burchakli holatda, tekis holatda xolodilnikni kirgizib, kir mashinasini kirgizib, shunaqa ishlar ham bor demoqchiman. Bemalol ularni ham ko'rsanglar bo'ladi. Hozir bu yerda ikki xil variantimiz bor, aka. Ikki xil, bittasi akrilik, bittasi rossiyskiy laminatli. Mana bu laminatdan metr arzonroq chiqadi buni. Ha, bunimizga arzonroq chiqadi, lekin sifati akrilik bilan bir xil. Xudo o'zi xizmat qilib beraveradi. Buni fasadi akrildan, buni metri qimmatroq chiqadi va ma'lumot uchun do'stlar, devorlarga umuman kafel terdirishinglar shart emas. Mana katta 120 lik toshli granitlardan biz o'zimiz qilib beramiz. Devorlarga qildirmagan bo'lsanglar, hali qildirmay qo'yaveringlar. Qaysi biridan boshlaymiz? Bundan boshlayveramiz. Xo'p, bu o'zi ko'rinishi 440 joyi bo'lyapti. Uzunasi 440. Aha. Endi poldan tugashigacha 265 santimetrga chiqadi. Xohlasanglar buni joylarga moslab past baland qilsak bo'laveradi. Eng pasti 240 gacha qilinadi bular. 240 gacha qilinadi. 240 pasti bunaqa high-tech fasonda bo'lmaydi, ikki etajli fasonda bo'lib qoladi. 3-etaj yo'qolib ketadi. 3-etaj yo'qolib ketadi. 240 tepasiga polni shunaqa high-tech 3 etajli fasondan yasasak bo'laveradi. Xo'p. Endi borib o'rnatadigan joylarimiz, adreslar. Andijon, Farg'ona, Namangan borib o'lchab, olib borib ustanovkalari qilib beramiz. Toshkentga ham qilib beramiz, kelishuv asosida. Toshkentga ham borib ustanovkasini qilib beramiz. Endi voha taraflardan juda ko'p obunachilar telefon qilyapti. Ularga ham o'zlari joyda o'lchab bersa, chizmasini qilib tashlab beryapmiz. Narxlari ma'qul kelsa, Isuzidan chiqarib beryapmiz. Buni o'rnatish unaqa murakkab narsa emas. Oddiy insonlar ham o'rnatsa bo'laveradigan holatda. Shunaqa holatda jo'natib beramiz. Buni o'zi korpus qilib jo'natib beramiz, joy-joyiga qo'yib turib, chizmasini tashlab beramiz, video rolik qilib beramiz. Shunga qarab turib, joy-joyiga qatiri olsa bo'laveradi. Bu biz borib o'rnatib berganimizdan ko'ra ancha arzonroq ham tushadi. Xo'p, endi hozir obunachilarimizga aytadigan narximiz 265 ga akril bo'yi 265 chiqqan 3 etajli narxini shuni aytib ketamizmi metriga? Aha, shuni aytamiz. Joy moncha desa shunga qarab hisob-kitob qilib beraveramiz. Bundan buyoqqa telefon orqali. Xo'p. Bunimizni Hoji aka 1 metrini eniga 1, balandligi 265 sm, akril materialdan. Eshigini chekkalari plastmassa kronka. Korpuslari ham 100% plastmassa kronka. Osha-moshalari 3D vakuumli barchasi. O'zini o'zi yopadi. Sekin avtomatik yopib oladi. Xuddi shunimizni narxini 1 metrini 3 million so'mdan qilib beryapmiz. Hozirgi kun holatiga. Agar bundan bo'ylari balandroq bo'lsa, rasxod ko'payadi. Uni hisob-kitob qilib qancha farq qilishini aytib beramiz. Endi metri deganda metrning ichiga faqat mebeli, masalan, granitchi. Granitini qo'yib beramiz. Kiradi. Shu narxni ichiga installyatsiyasini, rossiyskiysini tozasidan qo'yib beramiz. Hatto roliklari ham hammasi vakuumli bo'ladi. G'aladonga qoshiq paddon qo'yib beramiz. Shu pulni ichida bitta mo'ykasini qo'yib beramiz. Smestitlini qo'yib beramiz. Bitta sushilka ham qo'yib beramiz. Endi bunaqa gaz, yutishga bunaqa narsalarni xonadonda egasini o'zi olib beryapti, duxovkalarigacha. Biz joylarini qilib joylashtirib ketamiz. Xo'p, do'stlar, qaranglar. Metri deganda bitovoy texnika deb qo'yaylik. Bitovoy texnika metrning ichiga kirmayapti. Santexnika mayda-chuyda narsalari kirib ketyapti. Osha-mosha masalasi metrning ichida yaxshisidan vakuumli, installyatsiya rossiyskiy
Bu alohida. Bularda отдельный hisob kitob qilamiz. Buni ham 3-4 xil varianti bor. Eng tozalaridan qo'yganmiz bunga. Buni arzonchi variantlari ham bor. Agar menga bunaqa kargo qo'yib bering desa, mo'ykasini hisoblamaymiz. Xonadonda egasi o'zi olib beradi mo'ykasini. Yo'q, menga kargo kerak emas, mo'yka qo'yib bering desa, shunaqa narsalarni qilib beramiz. Xo'p. Endi do'stlar, bunaqa qo'shimcha jihozlar ketaveradi. Masalan, barniy stoyka bor, kargo sushilka bor. Hamma narsa shunaqa, musor paqir bor. Qo'shimcha narsalar juda ko'p ketaveradi. Uni metrdan tashqari narsalar xohlaganinglar qo'yilaveradi. Demak, akrildan 1 metri 3 milliondan ketdi. 3 million so'mdan 265 santimetrga asosini qilib beramiz. Tepadagi polkalarini bunaqa 3 qatordan qilib beramiz. Polkalarini hammasini. Eng tepalari barlarini ichini chuqurligi 55 santimetr bo'ladi. O'ta chuqur bo'ladi. Bu chekkasida bunaqa shkaflar desa, shkaf ham qilib beramiz. Mana bemalol qancha narsani yig'ishtirib yuboradi. Xohlasa gaz balon qo'yadigan joy qilib beramiz. Xohlagan narsasini qilib beramiz. Bu muammosiz yo'q. Endi bunaqa narsalarni ham bonus qilib qo'yib beramiz. Albatta, truba, mayda-chuda narsalarga pul olinmaydi. Xudo xolasa, hamma yo'g'ini chiroyli qilib olib borib qo'yib beramiz inshaalloh. Do'stlar, endi u joylashuv tartibiga keladigan bo'lsak, vodiy bo'ylab biz o'zimiz borib o'lchaymiz. Xonangizga kirganda ideya chiqariladi. Xolodilnigingiz, propan baloningiz, kir mashinangiz, nima narsalaringiz bo'lsa, shundan kelib chiqib bitta chiroyli chizma qilinadi. Xudo xolasa. Endi bunisi laminatli, bundan ko'ra ichi bo'yi ham pastroq ekan. Mana buni fasadini akril degan bo'lsak, buni fasadi ham laminat do'stlar. Metri buniki necha puldan? 2 million 800 ming so'mdan qilib beramiz. Bo'yi 265 santimetr farq qiladi xolos. Lekin bunga ham hamma yo'g'iga toza narsa ishlatilgan, ho'jaka. Mana 3D osha-moshalar, vakuumlik, eshigini chekkalari bunda ham plastmassa kronka, mana akril bilan bir xil. Korpuslar ham shu, polkalar ham hamma yo'g'i plastmassa kronka, stolishnisalar rossiyskiy zavod tozasidan qo'yilgan. Bunda ham mana shu metrning ichida mo'yka, semistitl, sushilkasini qo'shib beramiz. Mo'ykasini bunaqa taxtagacha ham bo'ladi. Uni ham bonus qilib beramiz. 120 ga 60 lik granitlarni ham qo'yib beramiz. Bu devorda emas, mana haqiqiy tosh granitlar o'zi joyida qilingan. Keyin mana ko'pchilik shu narsaga tushunmaydi. Ichini chuqurligini 45 santimetr qilib beramiz. Eng tepasi 55 santimetr bo'ladi chuqurligi. Umuman rasxoddan aylanilmaydi, xudo xolasa. Do'stlar, mana shu chuqurligi degan joyga e'tibor berib qo'yasizlar. Chuqurligini kaltaytirsak, rasxod ozayadi, laminat ozroq ketadi. Shunaqa tomonlama rasxodlarni ozaytirib, metrni arzonroq chiqarsa ham bo'ladi. Bunaqa tomonlama biz rasxodini ozaytirmagan holatimizni ko'rib turibsizlar va shu narsani narxi 1 metri laminatniki 2 million 800 dan ketyapti. 2 million 800 ming so'mdan 260. Endi bunda ham agar patolog 280, 290, 3 metr desa, shunga qarab turib rasxodini chiqarib beramiz. Bunaqa joyga mana xohlasa duxovka, damashniy duxovkaga joy qilib beramiz. Nari mebelimizda shkafli duxovka edi u. Shkafli duxovka edi. Bunimizda damashniy oddiy 42 litrli duxovkalarga joy qilib beramiz. Xohlasa. Buni farqi yo'q. Xonadonning o'zini egasiga bog'liq. Borib borganimizda birinchi o'rinda biz o'zimiz qaysi holatdagisi qulay bo'ladi, udobniy bo'ladi, shuni bir o'zimiz tavsiya beramiz. Qanaqa holatda bitishligini ko'z oldiga keltirib qo'yamiz. Xonani ranglariga qaraymiz. Dizaynerlik xizmatlari ham shuning ichiga polni kirib ketadi. Xudo xolasa. Inshaalloh. Xo'p. Do'stlar, mana xudo xolasa hozir ikki xil variantini eshityapsizlar. Videoda boshida aytdi akam, 3-etaj bo'lmasa, bo'yi pastroq bo'lsa, metri ham shunga qarab arzonlaydi. Shuni ham bir yo'l aytib ketay. Misol uchun menga 3-etaj kerak emas. 230 holatda to'xtasin desa, mana 230 holati shu yerda bo'ladi-da. 2 million 200 ming so'mdan 2,5 milliongacha qilib beramiz 1 metrning narxini. Juda ko'pchilik shu narsada chalg'ib qolyapti. Falonchi 2 million 200 deyapti-yu deydi. Xuddi shu holat mana misol 3-etaj yo'q deb tasavvur qilinglar. Xuddi shu holatda 2 million 200 ming so'mdan 2,5 million so'mgacha qilib beramiz 1 metrning narxini. Bu yerda bir arzon narsa ishlatilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Faqat bo'yini pastlaganini hisobga rasxod bizga ham ozayadi. Shuning uchun klientga ham ozroq qilib aytamiz. To'g'ri. Do'stlar, shu bitta 3-etajini o'zi kerak emas deganinglar bilan 1 metri 5-600 ming so'mga farq qilib yuboryapti. Ancha mebelni bo'yi ham past holatda chiqadi. Tepada ochiq joyingiz qolsa qolaveradi yoki xoningiz bo'yiga qarab moslanadi. Buni qiziqqan odam bo'ladigan bo'lsa, Telegramdan murojaat qiladigan bo'lsa, xuddi shunaqa 2-etaj yo'q holatdagi
kataloglarimiz bor. Menga 2 million 200 ming so'mlik rasmlarni tashlab beringiz, tashlab beramiz. Xo'p. Misol 2 million 800 likni boshqacha ranglaridan desa ham tashlab beraveramiz. Endi hozir biz ikki xil rangni ko'rsatyapmiz. Buni rangi o'ta ko'p. Xohlagan ranglardan qilib beraveramiz. Rangi o'zgarsa ham, lekin narxi o'zgarmaydi. Shu holatda qoladi inshaalloh. Bo'ldi do'stlar, mana zakaz masalasi bo'yicha batafsil video bo'lyapti. Bemalol telefon nomerlarimizga telefon qilaveringlar, Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Endi Feruz aka, zakaz qilsa zaklat masalasi. Xo'p, zakaz qilsa imkoniyat darajasi o'zi bizni eski obunachilarimiz ham biladi, qilib bergan klientlarimiz ham biladi. 50% zaklat olamiz ish boshlash uchun. Misol uchun 10 millionlik mebel bo'lsa 5 million olamiz. 5 millionni olib borib uстановка qilib topshirib, mana mebelingiz tayyor bo'ldi, ko'rib oling deymiz, ko'rib oladi. Rozi bo'lib, keyin 5 millionni bersa, olib kelamiz. Keyin buni bitta narsa, hozirgi vitrinadagi mebellarimizda ruchka ishlatilgan, mana hammasida ruchka ishlatilgan. Xohlasa shuni bez ruchka variantida qilib beramiz. Umuman ruchka ishlatilmasdan, hamma yo'g'iga umuman ruchka ko'rinmaydi, bez ruchka holatda qilib beramiz. Bu pastlari ham отдельный o'zini profili bor, ruchkali. Bu ko'rinmaydi, qo'lni tiqib ochilaveradi. Puli bir xil ularida? Puli bir xil, u o'zgarmaydi. Xohlasa ruchkali, xohlasa ruchkasiz, umuman farqi yo'q uni. Xo'p. Xudo xolasa do'stlar, mana bugungi kunga atalgan sizlarga video obzorimiz 2 xil variant, уже 3 xil variant bo'ldi. 3-chi etajini chiqarib qildirmasanglar ham narxi aytildi. Kimga shunaqangi sifatli oshxona mebellar kerak bo'lsa, do'stlar bemalol ekrandagi nomerlarimizga telefon qilaveringlar. Xudo xolasa sizlar uchun xizmatdamiz. Vodiy bo'ylab yaqin joylarga iloji boricha o'zimiz borib o'lchab olamiz. Yarim pulini olib ketib, 10 kun, 15 kun, 20 kun uzag'i olib borib uстановка qilib, ham pulinglarni ham duoinglarni olib kelamiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Bo'ldi, xudo xolasa. Bo'ldi, xudo xolasa. Kamchiliklari bo'lsa telefon qilsa tushuntirib yuboramiz. Xo'p, do'stlar, ketgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Qo'ldan kelgancha manfaatli video qilishga harakat qildik. Mehnatimizga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. E'tibor uchun hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha